o'sha yerda o'zi averga chaqirib turib qamab qo'ydi-ku, o'shaning uchun men aytga borishga ham qo'rqaman. Pasportim qachon chiqadi desam, вот гостиницада ko'rishamiz, там chiqadi birpasda dedi. Keyin deputatlar o'ynashchilar bor, u bor. Rosa zo'r ekan figurangiz, rosa zo'r этот грудь, ko'kragingiz, siz bizni nimamizni uribsiz dedi. Chistkoviyni dedim, nima qilsam, u bunda o'tib kelyapti-da, mana shundoq qilib urdi mani. Pistolet oldi-da, pistoletni olib og'zini ochdi. Hozir yozmasang sani iznasиловать qilib tashlaymiz dedi, mana shu dabdalang chiqarib tashlaymiz dedi. ID oldim. ID olgandan o'sha kuniyoq dokumentni topshirdim zagranga. Вот. И keyin начальник паспортный stola o'sha odam boshlig'i aytdiki, siz qanaqadir suhbatdan o'tishingiz kerak dedi. Что chetga chiqqanlar, ko'p uzoq vaqt o'tda yurgan odamlar shunaqa o'tadi suhbatdan dedi. Men aytdim, xo'p, mayli o'taman dedim. O'tda 3-xona o'sha Nurafshon pasportный stolda 3-kabinet bor. O'sha 3-kabinetga kirdim suhbatga. Ismi Bobur. Вот, ismi Bobur degan bola 25 yoshlar nima orasida yoshi. Такой yosh bola. Keyin telefonimni oldi, tekshirdi. Telefonimning ichida operatsiya bo'lganda, golы, yalang'och rasmlari bor edi. Bintlar bilan, nimalar bilan o'sha rasmlar bor edi. Unda ko'rib, rosa zo'r ekan figurangiz, rosa zo'r этот грудь, ko'kragingiz. Siz qanaqa seks yoqadi sizga? Вот. Ikkita bolasini shunaqa qilsa, seks qilsa yoqadimi? Shunaqa aytdi. Men это уже провокационный-da, provokatsiya qilib gapirdi. O'shaning uchun men asabim chiqib ketdi. Men aytdim, sizga nima qizig'i bor? Вот что мне нравится, что нет. Вообще shunaqa savol berishingiz mumkinmi? Я спрашиваю, да? Keyin shunaqa desam, boshqa savollar ham berishga mani mumkin dedi-da. Keyin o'sha gapni olibdi, o'sha seksga olib borib taqabatdi-da. Вот, keyin ko'kragingizni ochib ushlab ko'rsa bo'ladimi? Qanaqa razmeri? Translardagi bunaqa katta bo'lib sharikka o'xshab turadi, o'shanaqami deb savol berdi. Men aytdim, уже nervim chiqib ketdi. Я уже не могла нормально gaplasha olmadim, asabiylashdim. Вот так вот, у него точно такая же это была, bloknoti bor edi-da. O'tda shunaqa qirqib nomerni yozib berdi-da. Keyin telefonim uni qo'lida turibdi. Telefonimni olibdi-da, telefonimga o'zini nomerini yozib, сохранить qilib beryapti. Gостиница, qayerda turasiz? Men aytdim, City tarafda dedim, turaman dedim. U shunaqa gостиницаlar bormi dedim. Я говорю, откуда я знаю? Я aytyapman, men tushunmadim dedim. Namyoqlarni tushunmadim. Keyin gостиницалari bor-ku, o'sha yerlarda ko'rishsak bo'ladi dedi. Men до меня не доходит. И я задаю, да, этот вопрос. Pasportim qachon chiqadi desam, вот gостиницада ko'rishamiz, там chiqadi birpasda dedi. Я рыдала, yig'ladim, men chiqdim keyin. Hozir siz bilan dedi, Rovodaga borishingiz kerak ekan dedi, Rovodada suhbat bo'ladi dedi. Я aytyapman yana, men aytdim suhbat dedim, aytdim shunaqa yomon suhbat bo'ldi. Yana shunaqa suhbat, yana seks haqida so'raysizlarmi desam, нет, мы не такие, biz unaqa emasmiz deb aytdi. Он 5 minutdan keyin boshlandi. Там ужасные gaplar gapira boshlashdi. Мы там знаем какую-то транссексуалку, boshqa transni taniymiz. U judayam mashhur, san ham o'shanaqasan. Вот hamma translar bitta. Как это называется? Jalapli qilasizlar.
Как потом сказал, что у меня 8 yil O'zbekistonda yashamaganman. Man kichkinaligimda ketganman да. Вот. И я ему говорю, Эдуард, мама, bu yerda yashamaganman, у меня нет тут знакомых. Desam, yo'q, sani o'ynashlaring bor. Вот katta deputatlar, там какие-то nimalar, o'ynashlaring bor dedi. Я плачу, я говорю, mana shunaqa qilib aldab olib keldinglarmi deb so'rasam, ты будешь тут долго сидеть, ko'p o'tirasan hali deb shunaqa javob berdi. Keyin deputatlar o'ynashchilar bor, u bor, bu bor. Такие провокационные вопросы были. Я не отвечала, практически не отвечала на эти вопросы, потому что это меня не касается. Manga tegishli emas bu savollar. Вот. Keyin e'tibor bermadim, nima qilmadim. Вот, nervi qilganimda man aytdim, suv ichsam maylimi, suv beringlar, aytdim. Suv beringlar desam, man senga hozir dedi, siyib beraman dedi. Вот эту мочу siydikka ichasan dedi. Man o'sha joyda o'sha shokka tushdim, уже bildim, что оказывается bu narsalar o'yin bo'lgan. Keyin man so'radim, nimaga man aldab olib keldinglar desam, o'sha Sarvar endi Davron просто qarangda, man bittasi uzun, bittasi sal kichkinaroq bo'yi, ular ikkalasi qaysi biri Davron, qaysi biri Sarvar, man bilmayman. Вот. Lekin o'sha bo'yi uzuni aytdiki, san nimaga o'sha Bobur, который pasportный stolda ishlaydigan Boburni ustidan yozding. Bizda как это, prezident apparatidamiz, hozir hammasi uchun javob berasan deb qo'rqitdi. Men aytdim, prezident apparatidan bo'lsangiz, siz mani защищать qilishingiz kerak emasmi dedim. Manku заявитель, yo'q, san как это, shantaj qilgansan deb baqirib nima qilib ketdi. Oradan odamlar kirib chiqib yurdida o'sha xonaga, har xil ko'p odam edi-da. Ularni ismini men bilmayman. Издеваться qilib, ochib eshikni, там, Хазали, там, этот код, вот такие вот слова они сказали в мой адрес. Я не обращала внимания, только плакала. Yig'ladim faqat. Вот. Keyin где-то bir yarim soatlar o'tdi. Shundan keyin bitta bola kiryapti-da. Mana bunaqa 0,5 butilkada ustida falga bor-da, falga bor. O'shani bundoq qilganda teshilgan nimasi oldimga bundoq kelib o'tirdi-da, вот naprotiv to'g'rima-to'g'ri o'tirib, menga mana shundoq qilib turib, san nimaga transsan? Там shunaqa uni gapini как бы yaxshi tushunmadim, потому что он был обкуренный, chekib olgan odam edi, yaxshi tushunmadim uni gapini. Keyin men unga savol berdim, a почему вы такой неадекватный, nimaga bunaqa o'zingizda emassiz deb so'rasam, men chekib olganman dedi. Я думаю, ну куда я хотеть впалдым. Sarvar, вот, который ниже qoldi, balandrog'i, bo'yi past qoldi, вот bo'yi uzuni chiqib ketdi. O'sha Sarvar Davronlarni. Keyin chiqib ketdi-da, men aytdim, tualetga chiqib kelay, потому что men ancha vaqt oldin keldim-da, bu уже kech bo'lib ketdi уже vaqti. Вот, qorong'i tushgan уже. Men aytdim, shunaqa tualetga chiqib kelay, iltimos desam, shunday turdi. Ya uni so'ramadim-da, stoldan turdim. U bu yoqda o'tiribdi, главный nimasida o'tiribdi. Men shunday turdim-da, nima qilsam, u bundoq o'tib kelyapti-da, men shunday qilib bug'di meni. Eshik yopiq edi u payti. O'sha xonani tepasida plakat bor edi, pistoletlik, eski zamon pistoleti bor edi. Uni cho'ntagida pistoleti bor edi, oldida seyfni ustiga qo'ydi, o'sha seyf bor. Вот. Keyin bundoq bug'di-da, Edvard, men bundoq stenkaga o'sha облокотиться qildim, yiqilib-da, hozir dedi, mana shu yerda dedi, o'liging chiqadi dedi. Qaysiyasan, tam qanaqadir so'z aytdi. Keyin men yig'ladim yana. O'sha payt eshik ochildi. Boyagi qiz, maskadagi qiz bilan boyagi qo'lida butilkasi bor bola eshikni ochdi. Eshikni ochdi-da, ular ochganga bu bola o'zidan специально giroyga qildi-da, meni o'sha yerda ura boshladi, o'shalarni oldida, o'sha qizni oldida, o'sha bolani oldida. Yani начали смеяться, ular kula boshladi. Qo'li bilan birinchi urdi, pistolet oldi-da, pistolet olib og'zini ochdi.
Ya ну никогда hech qachon man unaqa pistolet manga hech kim tiramaganda man ko'rganman pistoletni unaqa stressda yomon bo'lardi. Keyin u shunaqa qildi pistolet, man yig'ladim. Keyin mundoq qildida itarib yubordi. Atam man o'sha o'tirgan joyimga kablukda edim, sapog'da. Kablukda yiqilib tushdim. Ular hech qaysi yordam bermadi. Keyin man turdim o'zim. Turganimdan keyin ana bu bola yana urdi. Ana bu qizga qarab aytdim man, вот женская солидарность, почему вы ничего не говорите? Он же меня бьет, я же девушка, девушка Массан, сан Транссан, Санта Халана Ольдершкири. Вот так она сказала, эта девушка. O'sha bo'yi uzun bola keldida so'rabdi nimaga yig'layapsiz dedi. Aytdim shunaqa bo'ldi desam, yolg'on gapirmang bizga urmaydi deb aytdi. Man aytdim mana hamma свидетельku, mana man ishib yotibdi, у меня просто очень oqdi tanam, gormon ko'p ichsangiz тело женский bo'lib boradi, birdan bunday teksangiz ko'karadi. Mana qizarib turibdi desam ishonmadi. Man yig'ladim. Keyin u o'sha bolaga kimdir telefon qildi, nimasiga, telefoniga начальник dedi. Keyin biz o'sha Davronmi, bo'yi uzun bola bilan o'sha zdaniyadan, binodan chiqdik. Chiqib turib bu yoqqa kirdik. Ikkinchi etajda начальник bor ekan, начальникga kirdik. Вот. Начальник robotasi o'sha odam man bilan только o'sha man aytdim ruschada menga удобно deb aytsam, xo'p mayli deb ruschalab gaplashdi. Hamma narsalarimni ko'rdi, yaxshi gaplashib aytdi u odam. O'ldi qo'yib yuboringlar bu qizni, bu qiz boshqalarga o'xshagan emas dedi. Man o'sha payti tushunmagan ekanman. Оказывается, mandan boshqa translar ham bor ekanda o'sha nimada отделениеda, robotida. Keyin man o'sha bola bilan chiqdim. U bola Davron, o'sha bo'yi uzun bola menga aytdiki, siz kerak emas gaplarni aytdingiz, так нельзя говорить dedi. Ama u начальникga aytdim, что mani urdi, что nima ismim suv bermadi, как это, tualetni chiqarmadi deb aytsam, u odam aytdi, сейчас все решим, вы не беспокойтесь, nima bo'ldi tishlaning, вот chiqib ketasiz dedi. O'sha bitta odam kirdi, uni formasi yashil emas, seri rangda edi-da. Seri. O'sha odam kirdi, mo'ylovi bor. Вот, u odam kirdida eshikni вот так ochdi, qattiq prям ochdi. Eshik yarimta ochiq turuvdi, prям qattiq ochdida, nimaga chekyapsanlar deb so'radi ulardan. Keyin u bolaga qarab, jinsi kiygan bolaga qarab aytdiki, 15 sutka berib bor. 15 sutkaga qamab bor dedi. Keyin men yig'ladim, nimaga qamalaman, nima sababdan deb yig'ladim. Keyin men aytdim, advokat beringlarmi, men nimaga bu yerda o'tiribman desam, hozir dedi bitta uchastkovoy keladi, o'sha uchastkovoy seni оформлять qiladi dedi. Вот. Keyin u qanchadir vaqt o'tgandan keyin zеленый formada o'sha odam keldi, yashil formada uchastkovoy keldi. Bitta qog'oz berdi, вот oq qog'oz. U yerda qanaqadir nimadir yozilgan. Men просто o'zbekchada o'qimadim-da, bilmayman. Keyin men nima bu desam, pastida dedi, вот imzo yozilgan joyga dedi, qo'l qo'yib ber dedi. Keyin men yo'q, men qo'ymayman unaqa joyga qo'l desam, yo'q qo'yasan, bo'lmasa hozir sani shu yerda ko'tingga dubinka tiqamiz dedi. Keyin sarvar kirdi, Davron, tam jinsi bola hammasi turibdi-da, ustimda mashina hammasi turibdi. Hozir yozmasang sani iznastilovat qilib tashlaymiz dedi, mana shu dabdalangni chiqarib tashlaymiz dedi. Потом я подписалась на эту бумажку. O'ylabmizki, siz jalabsiz deb shunaqa qilib aytdi-da menga. Men aytdim, qanaqa jalab, nima haqida aytdingiz desam, siz bizni nimamizni uribsiz dedi. Uchastkovoyni dedimi yoki bo'lmasa nimani dedimi, ko'chada uribsiz, ular sizni hozir ko'chadan ushlab keldi dedi.
man aytdim qanaqa ko'chadan ushlab keldi, man rovodadan kelyapman dedim. Shunaqa endi aytaman deb og'zimni ochsam ana bu sudya olyaptida o'sha nimasini palkasini olyaptida, mana shunaqa qilib urib 15 tutka beryapti menga. Uchastkovoy sudyaga qarab, o'sha menga qo'l qo'ydirib olgan uchastkovoy sudyaga qarab rahmat sudya deb kulib, hamma kuldida, hech kim hech narsa so'ramadi. Man o'ta 2 minut bo'ldim, 3 minutda. Ular ikkita bola edi, Farruh bor edi, Farruhning yonida yana bitta bola. Ikkalasi ham yosh, 30ga bormagan manimcha yosh. U bola, o'sha Farruhning yonidagi bola aytdiki, hammasi Farruhdan men so'radim, aytdim, Farruh doktorga bir o'zi kiradi-ku, yechintirish bo'ladi-ku desam, ha bir o'zing dedi. Keyin men o'sha doktorning oldiga kirdim, kiryapman, u bola o'sha Farruhning o'rtog'i kirib turib, любопытно стало, что ли ему или не знаю, и он zashel. Eshitib turibdi hamma narsalarni, gapirib, nima qilib eshitib o'tiribdi, kulyapti. Вот men u doktor bilan gaplashyapman, doktor даже o'sha doktor odam aytyapti bunga-da, замечание qilyapti, siz nimaga kirdingiz, doktorskaya tayna bu, unaqa aytilmaydi desa, yo'q, shunaqa bizga buyruq keldi deb aytdi. O'tda ginekologический stul bor-ku, oyog'imda qo'yasiz, может bilasiz. Вот o'shanaqa ikkita oyoq qo'yiladigan ginekologический stul men kichkinaligimda borganman-da, 14 yoshimda doktor bilan o'tgan paytim ginekolog ham обязательно ko'rish kerak edi, o'shaning uchun men o'tganman, bilaman o'sha stulni. Keyin kirdim, Farruh ham qoldi, u bola ham, doktor o'sha meni осмотр qilgan doktor aytdiki, yechining полностью dedi. Хорошо dedim, men yechindim полностью. O'sha kushetkaga yotdimda, oyog'imni mundoq qo'ydim. U mundoq qilib patmi, qushni pati bor-ku, o'shanaqa patni olib, mana bunaqa qilib, вот genitaliyada, вот jins animasiyaga вот трогать-da, teyindi undaq qilib. Keyin so'rayapti menda, sizda nimaga tuxumlar joylari pustoy? У меня там arxeektomiya qilganman-da, men birinchi etap уже o'tdim, transgenderность operatsiyasi qilganman. U qarayaptiki, aytyapti, bu birinchi kirgan qizda erkakning jinslari bor ekan, bunisida yo'q ekan deb doktor aytyapti. Farruh ignoрирует, eshitmaganga oldi, nimaga yo'q, qidirib ko'ring deyapti. Odam ushyapti-da, aytyapti, yo'q bunda, aytyapti-ku, operatsiya qilganman deb, izlari bor-ku, mana bu yerda qorni tarafda izi bor-ku deb aytdi-da. Keyin bola не обращает внимания, он говорит, shunaqa qilavering, hozir turib ketadi deyapti. Men unga aytyapman, o'sha unaqa turmaydi, u ishlamaydi, bu nima deydi, masalan, miya etsa, o'sha sistemani qilasiz, to'g'rimi? Вот u tuxum bo'lmasa ishlamaydi u narsa desam, короче, ustimdan kulib tashlashdi. Nima qilmadi. Keyin u odam aytdiki, o'sha ekspert odam aytdiki, rachkom kiring dedi, boshqa tarafga nima qilib engaying dedi. Вот, men rachkom turdim. Keyin ular o'sha odam 20 santimetrlik, menimcha 20 или может 25 просто-da, men 25 bo'lishi mumkin. O'shanaqa narsa oldi, xirurgicheskiyga o'xshaydi, lekin xirurgicheskiy narsa emasdi. Men oldin ko'rmaganman unaqa narsani. Вот, o'shani olib, ular aytyapti, Farruh
bola voldagi bola aytyapti işte o'sha narsani ko'tiga tiqing deyapti anusga. Ama aytyapman nima sababdan desam o'sha savol beryotgan paytim chiqibordi. Menga og'ridi u narsa. Aytdim nimaga bunaqa qilyapsiz desam biza tekshirishimiz kerak, может быть ko'tingizda sperma bo'lishi mumkin deyapti. Men aytyapman man 3 kun qayerda o'tiribman. Man o'ylayapsizlar man kimlargadir beryapman shu yerda. O'shanaqa yig'lab aytyapman. Короче, ular aytyapti o'shanda qalarni ko'p shunaqa aytishadi, shunaqa deb baqirib gapirib ketdi. Men yig'ladim keyin u odam aytdiki, все dedi, oldi достает вот эту штучку. Aytdiki, turing dedi. Va turganingizdan keyin там ko'krakni ko'tarib, вот hamma joyimda ushlab ko'rdi. Ushlab ko'ryapti. Bilasizmi, men nimaga ekspert emas deb aytyapman u odamni? Chunki ekspert deb aytyapti-da, ko'krak qilinadi-ku, mana ko'krak qilingan payti ko'krakda mana sosoklari bo'ladi, qora nimasi. O'shani bundoq kesib operatsiya o'sha yerdan implant chiqadi-da. O'sha joyini shramini, chandig'ini deydimi? Вот, o'sha chandig'ini u odam bu nima deyapti? Ekspert odam. Ama aytdim, bu chandiq o'sha men 4 marta operatsiya qilganman ko'kragimni dedim. Bu yoqda ham bor, bu yoqda ham nimasi bor. Men bu yerdan olsa ham bo'ladi, pastidan olsa ham bo'ladi deb tushuntirsam, yo'q, shunaqa bo'ladimi dedi. Keyin men jahlim chiqib ketdi. Aytyapman Farruxga, siz qanaqa ekspertga olib keldingiz meni? Даже hech narsani bilmaydi. O'zi siz translyatsiya ko'rganmisiz deb gapirdim u odamga. Yo'q, birinchi marta deyapti. Любой телефон вспышка yonganda вот боковым зрением вы это понимаете, что вас кто-то снимает со стороны. Kimdir olayotgani bilinib turadi-da. Вот nimagadir mana shunaqa ko'rdim, shunaqa yorug'lik bo'ldi. Menimcha o'sha rakim turgan payti, o'sha narsa tikkan payti. Ular o'sha narsani videoga oldi, o'sha bolalar. To'li Farruh olgan, to'li o'rtog'i. Turganimdan keyin u odam bundoq qilyapti-da, o'sha genitaliyada, polavoy organ, jinsiy a'zolarni ushlab turibdi-da, aytyapti, nimaga ishlamayapti deb yana so'rayapti. Men уже готова o'sha nima bo'ldi, charchadim aytishga. Men aytdim, menda hektomiya bo'lgan, это первый транспереход desam, yana eshitmaydi. Yana ushlab yotibdi, bir narsalar qilib yotibdi, ko'tim mushiydi, ko'kragim mushiydi. Men o'sha shu paytchi bilasizmi, может rahmi kelgan uchunmi, men yig'laganim uchunmi o'sha turibdi-da. Men aytyapman, siz hayotingizda ko'rmagan bo'lsangiz translarni aytyapman. Qanaqa qilib siz bunaqa ekspert bo'lib, qanaqa qilib yozib berasiz qog'oz dedim. Men chunki 14 yoshimdan beri doktorlarga boraman, men bilaman. Xo'p, qanaqa hozir xulosa yozib berasiz desam, bizda deydi, nima deydi? O'sha tuxumdan qolgan joy bor-ku, o'sha turibdi-ku deydi. O'shaning uchun siz o'g'il bolaga kirasiz deydi. Men aytdim, siz qayerda o'qigansiz dedim. Har kuni kechasi где-то 8, там 10, там когда отбой berayotgan, uxlayotgan payti ham bizni o'shanaqa paytda taqillatadi-da, dubinkasi bilan ism familiyani aytib, tergov deydi, olib chiqadi. Непонятный qanaqadir tergovlar qiladi, o'tlarda ham qo'rqitishdi rosa. Shunaqa san nimasan, o'sha jalabsan, usan, busan. Har aytyapman, unaqa emas, sizlar o'shanaqa deb o'ylayapsizlar desam, yo'q, bizga aytishdi, u qilishdi, bu qilishdi deb. Men короче isbotlay olmadim. U yerda o'tirib qanaqa isbotlayman men? Qog'ozlari bor hammasini. O'sha odamga aytyapman-da, EBSda. Men hech qanaqa pul berganim yo'q. Nimaga men pul beraman dedim. Nima desam, menda spravka bor hammasi dedim. Sen dedi, o'sha yerda bizga aytishdi, kimdir so'm beribsan, nima aytib, hech qanaqa men hech kimga pul berganim yo'q dedim. Bo'lmagan narsani yolg'on qilib aytyapsiz desam,
yo'q sen pul bergansan deb qo'rqitdim aytdim yo'q bermaganman nimaga man bermagan narsani berdim deyishim kerak dedim so'rang o'sha ochni stavka qiling o'sha odam bilan dedim kimga beribman dedim hech qayerqa yozmanglar 3 oylar ichida dedi o'zi hamma narsa yopdi yopdi bo'lib ketadi dokumentlarni qaytarib olib ketasizlar sizlar hech qayerqa yozmanglar deb man aytdim nimaga 3 oy dedim man hech qanaqa противозаконный hech narsa qilmagan bo'lsam nima sababdan 3 oy desam bizga shunaqa tepadan buyruq keldi shunaqa qilib aytishimiz kerak ekan dedi man aytdim kim u tepadagilar dedim xohlasangiz o'sha tepadagilar dedim man bilan gaplashsin dedim doktorlarim bilan gaplashtiraman dedim man operatsiyaga uchib ketishim kerak dedim u yerda nima deydi operatsiyaga joy bronировать qilib qo'yiladi lekin ertaga borib оплата qilinadi o'shaning uchun man kartochka ochtirgan edim kartochkamga pul qilishim kerak переводdan transaksiya вот это все deb unga tushuntirsam tushunmayapti hech narsani bir haftalardan keyin telefon qiling dedi shu bilan вот hech narsa nima qilmadi O'zbekistonga kelgan paytim mani oldimda oyim bor edi hamma bor edi o'sha do'konlarimda uni oldida сотрудниклari sherzodni bor edi sherzod degan o'sha начальник aytdi bizada dedi o'sha praktikada shunaqa narsa bor dedi что 70ga 30 qanaqadir bitta sportsmenka lesbiyanka qizni aytdi nima qilib premyer qilib o'sha qiz dedi mana yaqinda o'g'il bola qilib dokument oldi no lekin половой organi ayolniki deb gapirdi man aytdim shunaqa mani qog'ozimda 85% o'sha ayol deb yozilgan уже hozir topshirsam уже 90 deb chiqadi chunki u 21-yildan beri nima bo'lgan desam уже 70ga 30 bo'lsa dedi manda praktikamda bo'lgan hech narsa qilmaydi dedi u odam man aytdim manda shunaqa половой birinchi etap bo'lgan yevropalarda hamma joyda уже rossiyada ham birinchi etap bo'lsa tuxum olib tashlashsa это же главныйda o'sha olib tashlasa beriladi hamma narsa biladi o'sha odamlar hammasi deb aytsam da bizada ham mumkin chunki doktor spravkasida ayol deb so'z yozilgan bo'lsa ayolga xos yoki ayol yoki o'zini ayoldek his qiladi deb yozilgan bo'lsa biz qonun bo'yicha beramiz dedi obrazda dedi doktorlarda обследовать qilib yurgan bo'lsa bizda mumkin dedi keyin man xo'p dedimda o'sha nimalarimni berdim ular sog'liqni saqlash vazirligiga yuborishdi o'sha nimalarni sog'liqni saqlash vazirligi tasdiqladi что rostdan ayol что имеет право на женские документы deb gaplashdi bo'ldi deb nima qildim 4-da biz уже operatsiyaga uchib ketishimiz kerak bo'lgan edi 4-aprelda bu muammolar hammasi bilasizmi bu bo'lmayotgan edi hech narsa muammo chunki sog'liqni saqlash vazirligiga bordim hamma joyga bordim tasdiqlanib keldi уже o'sha bola menga aytdi gostinitsa deb gapirgandan keyin men o'sha nervim chiqib telefon qilganimdan keyin hamma narsa boshlanib ketdida o'sha davron degan bola aytdi sanmi o'sha mani ukammi akam dedim ukam dedim o'shani ustidan yozadigan deb o'sha bola o'sha aytib berganimdek bo'ldi manda 5 yoshligimda biz Kattaqo'rg'onda yashagan paytimiz iznasилование bo'lganda bog'chada manda o'shandan keyin man 7-8 yoshgacha vaqtda sильный travma bo'lgani uchun yodimda bo'lmagan 7-8 yoshgacha nima chiqib ketgan защита berganda mozg chiqib ketgan o'sha вот birinchi то есть 2-3 sinfga bora boshlaganimda уже man seza boshlaganman shunaqa nima boshqacha там yoshligimdan там qiziqish shunaqa на другую сторону на другой пол да противоположный shunaqa bo'lib keyin 13 yoshimda maktabda komissiya bo'lgan paytda armiyaga deydimi o'sha nima komissiya bo'lganda 13 lибо 14 yoshimda o'sha yerda endokrinolog aytdi что sizni ko'kragingizda mani ko'kragimni uchida qora shunday chiqib boshladi sotoka kattara boshladi keyin ular aytishdi o'sha nimaga
armiyaga bormaydi deb qog'oz berishdi, negodin deb berishdi. Вот. И oyimga kelib o'sha kuni aytdim, shunaqa bo'lyapti deb oyimga tam doktorlarga olib bordi, poliklinikaga. Keyin analizda topshirdik. Hamma narsalarni qilib nima qilganimizdan keyin ham og'izlaridan olar ekan anaqa. O'shalar 14 yoshda уже poliklinikamizdagi odamlar aytishdiki, что shunaqa bo'lib turadi, qanaqadir nimadir yetishmasa organizmda lebo bu yoq tarafga qarab ketadi, lebo bu yoq tarafga qarab ketadi deb oyimga tushuntirdi. O'sha 13 yo 14 yoshda где-то o'sha yerdan garmoncha boshladim man. O'zbekistonda menga mana bu garmonni berishgan, mana Diana degan garmonni berishgan. Qolganlarini berishmadi. Bu mana Antracot, там Ciplo, Reginova, там еще Gelevой, там garmon. O'shalarni berishmadi. Oyim keyin chunki mani uyimdagilar chetga chiqib kelishardi u payti. O'sha chetdan olib kelish, chunki O'zbekistonda yo'q ekan va taraf topish qiyin, qimmat deyishdi. O'sha yerda ishlab boshladim. Keyin o'sha 16 yoshgacha olib kelib ichib nima qilib обследование qilib doktorlar bilan nima bo'ldi. 17 yoshimda men уже Rossiyaga ketganman. Kattaqo'rg'onda yashagan paytimiz, oilam endi kichkina bo'lganman, bog'chada o'qib yurgan bo'lganman, unaqa так сильно не обращали на это внимание, unaqa tubdan o'ylashmagan. O'sha ko'chib o'tganimizdan keyin maktabda o'sha odamlar boshqacha qaray boshlagan, o'sha boshqa sinfdoshlar deydimi, o'shalar o'sha seza boshlagan, boshqacha yurish, boshqacha harakat, o'shalarni sezib nima qilganda keyin o'sha kichkinalik paytidan menda shunaqa narsa bo'ldi. Ovozim juda ingichkalashib ketdi. Juda ingichkalashib, qiz bolani ovozdek bo'lib qoldi. Keyin maktabda urushlar bo'ldi, anaqalar urib tashlashdi, nima deydi, futbolni varata bor, o'sha yerga nima qilib qo'llarimni bog'lab, bu yoqdan bog'lab, oyoqlarimni bog'lab, как rogatka qilib o'shanaqa qilib urishdi ham, tepishdi ham, rosa ko'p travmalar olganman kichkinaligimda, urushgan, oyoq qo'llarimni sindirib tashlashgan, 16-gorbanitsa Chilonzorda ko'p yotganman. O'sha uyimdagilar bilishardi, qiynalishardi. Bilasizmi, u payt kichkina bo'lganman-da, 10 yoshlarga уже yetib kelganimdan keyin уже mendan so'ra boshlashdi. Что san nimaga shunaqa? Давай тогда мы вместе решим этот вопрос. Если тебя что-то мучает, если тебе там что-то внутри qanaqadir bo'layotgan bo'lsa, biz yordam beramiz deb xolalarim, oyim, opalarim shunaqa deb aytishgandan keyin o'sha sekin-sekin men ayta boshladim ichimdagi narsalarni. 13 yoshga kelib o'sha ko'krak chiqa boshladi. O'sha bular bilishdi, что men fantaziyam emas, bu miyamdagi просто fantaziyam emas, u rostdan bo'lgan narsa, fiziologически уже тело дает о себе знать. Hayolim только вот suitsid bo'lgan, вот shunaqa maktabda shunaqa bo'lganda, bullying bo'lganda, urushganda, bir narsa bo'lganda, вот я только думала об одном, вот скинуться, вот mashinani tagiga tashlab yuborish yoki bo'lmasam 9 etajda turardik-da, 6 etajdan o'zimni tashlab yuborsam, shunaqa narsalar bo'lgan. Lekin uyimdagilar jalqa bo'lgan menga, что hamma meni tushunyapti-ku, ko'chadagi odamlarning gapi bilan nima qilmaydi, nima qilaman. Даже o'qituvchilar meni urishardi maktabda, nima deydi, ataylabdan. Men o'z 5ga, har doim 5ga o'qiganman. Вот, и maktabda klass qo'ymadim-da. Вот, и ataylabdan o'qituvchilar meni shunaqa izdevаться qilishardi, bullying bo'lardi. O'sha sababli nima deydi, suitsid kelardi faqat miyamga. Xudoga shukur, o'zimni shunaqa o'ldirmadim. O'zimda желание bo'lgan, shunaqa vaqt ketib, nima deydi, boshqatdan hayot qilib, nima qilib. Men o'sha 21-yillar oxirlariga kelib, 22-yilda o'shanda o'zim
polniy his qildim shunaqa man hozir bora olaman uyimga deb his qilganimdan keyin уже o'yladim что man yaqinda uyimga boraman deb nima qildim bilasizmi mani kruг общением hammasi ruslar bo'lganda o'zbekistonda o'zbek o'rtoqlarim ikkitami shunaqa bo'lgan man unaqa o'zbek nimalari ko'rmasdim keyin o'sha bir ikkita o'sha translar operatsiya bo'lgan nimalarga kelgan paytim koalitsiyalar o'sha o'tirishardi ular aytishardi вот o'zbekistonda там жестко shunaqa narsa o'ldirishadi там ko'p translar o'ldirib ketishadi deb nima qilsa вот o'shanaqa nima deydi manda qolib ketdida o'ylar что man ham borsam mani ham o'ldirishadi deb o'yladim no lekin qanaqadir o'zimda keyin kuch topdim qo'shiqlarim chiqdi уже rotatsiyada top chartlarda chiqib ketdi hamma joyda populyarniy bo'ldim armeniyada top chartga chiqdi qo'shiqlarim rossiyada chiqdi undan keyin уже ko'p подписчиklarim ko'p bo'ldi odamlar yaxshi ko'ra boshladi mani nikto там unaqa yomon qilib ko'rsatmadi hech qachon вот даже instagramimda hozir man sizga aytaman hech kim qarab ko'rsangiz bo'ladi hech kim bilmaydi что я transseksualka что hech kim yozmagan даже man afishировать qilmaganman shuncha yilda man transman man shunaqaman deb propaganda qilmaganman o'sha mana shu boshimga tushgan muammodan keyin manga ham o'zi uyatda bu narsa что сейчас будут многие люди смотреть o'qituvchilarim kursdoshlar там sinfdoshlar kursdoshlar kimdirlar ko'rgan odamlar baribir tushunmaydi ongi past odamlar hozir ko'p ular tushunmaydi meditsinani tushunmaydi nimani tushunmaydi manga ham oson emas mana shu hozir o'zimni hayotimga как бы вот qo'yyapman nima что man afisha qilib chiqyapman lekin hozir odamlar o'ylamasin что вот mana shunaqa yana chiqdi bitta trans shunaqa yomon nimalar o'ylamasin chunki man shuncha yil hech kim bilmagan biografiyam yaxshi qo'shiqlar kliplar shunaqa qilib yashab yurganman hech qanaqa propaganda qilmaganman ну endi shunaqa boshimga muammo tushib qoldi o'shaning uchun man sizlarga обращаться qildim самая главная была мечта вот отправить onajonimni Makkaga yubormoqchi bo'lganman chunki вот eng katta orzuyim shu edi undan keyin orzuyim albomlar chiqarib o'sha mashhur bo'lish orzularimga практически там yetdim desam bo'ladi ну yana bitta orzuyim bor если zakon ruxsat bersa Rossiyada operatsiya bo'lganidan keyin shunaqa oila qurganimdan keyin qiz farzand olmoqchiman diplomdan вот это сейчас самая главная мечта agar menga shou biznesda agar ruxsat berishsa ishlashga man judayam talantli anaqalarim bor o'zim qo'shiq yozaman ovozim 3 oktavы вот agar ruxsat berishsa O'zbekistonda ham qolaveraman man unaqa propaganda qilmayman hech narsani man Toshkent главный prokuraturasiga bordim o'sha xalq qabulxonasiga bordim ombudsman oldiga bordim hamma joyda отношение manga отношение juda zo'r вот nima deydi hech kim mani bunaqa отталкивать qilib nima qilgani yo'q biram bosh prokuror Toshkent shahar prokurori там deputatlarni oldiga ariza bilan kirdim man ombudsmanman вот ombudsmanga ariza bilan kirdim Sayora Rashidova если не ошибаюсь ее зовут вот и hamma joyga kirdimda o'ta отношение yaxshi hech kim mani bunaqa siz yomonsiz deb gapirmayapti bilasizmi man o'sha yerga kelganimda даже o'shalarga ham savol berdimda вот nimaga past nimada ishlaydigan nimalar organ xodimlari o'ziga shunaqa katta nimani позволять qiladi uradi iznасиловать qiladi deb savol bersam ular aytdiki shunaqa nima deydi ular shunaqa past nimada o'tiradi o'shaning uchun ular tepaga chiqolmaydi degan javob berishdi no lekin man shunaqa aytaman честно aytaman hamma narsani что menga отношение yomon bo'lmadi anaqa tepa nimalarga arizaga borganimda hech kim menga yomon отношение qilmadi o'shaning uchun такой nimani sezmadim faqat shu Mirzo Ulug'bek prokuratura Mirzo Ulug'bek ROVDS bilmayman ular o'zlarini parol deb hisoblar ekan mumkin ekan ularga tepish mumkin tam so'kish o'zidan o'zi qamab qo'yish mumkin ekan no lekin o'sha boshlig'i biladi-ku o'sha kun chiqarib yubordi-ku 5 qo'l baravar emas hammaga bir xil ko'rina olmaysiz o'ylaydi
Просто hamma translar bir xil. Hamma translar bir xil emaski. Просто translar qiynalgan. Bolalikdan qiynalgan, travmalari bor, там psixologически неуравновешенные некоторые, да, вот gormon ko'p ichgandan там o'zlari nima qila olmaydi. O'sha odamlarga yana ta'zib qilib, urib nima kerak? Вот Xudo qaytadi o'sha narsa. Hozir nimaga ko'payib ketdi bu narsa bilasizmi? Chunki mani мнением bo'yicha o'sha odamlar uradi, translarni, там iznasиловать qilishadi, urishadi, подставлять qilishadi, bekordan bekor translarni, bechoralarni. O'shalarni ota-onalari bularni qarg'aydi, to'g'rimi? O'sha qarg'ish tegyapti o'sha odamlarga, o'shani bolalariga tegyapti. Mani onamni urib tashlashgan o'sha kuni ko'chada, oyim mani kutib turgan paytida. Akamni urib tashlashgan, Karinani Rossiya fuqarosi. Karinani avtomat bilan chiqazishmagan. Kitob kim bularga shunaqa berib qo'ydi vakolat? Shu videoyim oxirida gap aytmoqchi edim. Mumkin bo'lsa agar prezident O'zbekiston Respublikasi prezidentiga обращение qilmoqchi edim. Вот недавно men o'qib qoldim internetda, что prezident Mirziyoyev, оказывается, o'qirkanlar sizlarni saytinglarda BBC, там Ozodlik saytlarini o'qirkanlar, o'sha yerdan informatsiya ko'p olar ekanlar. Вот aytmoqchi edimki, чтобы лично сам prezident o'zlari iltimos qilardim, чтобы mana shu prokuraturani, Mirzo Ulug'bek prokuraturasini, Mirzo Ulug'bek ro'dasini полный tekshirishga olishlarini. Chunki u yerda judayam vahshiy odamlar ishlaydi. Judayam ужасный odamlar. Man даже gap topolmayman o'shalarni объяснить nima qilib berishga. Juda ужасный odamlar. Ular menga shunaqa travma qildimi, ular o'shanga javob berish kerak.